Amir avtosavdo kechki bozorda Matiz'ni ideal holatdan qidirib yurgan akalarimiz uchun 2012-yil 51 ming km masofani bosib o'tgan kraskalar top-toza MX variantda Matiz mashinasi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Baloqlar zo'r holatda, yumshoq baloqlar qo'yilgan. Lux kondisionerli variant akalar. Salon holatlari ideal holatda turibdi. 51975 km masofani bosib o'tgan. Okalar tarpeda apshkalar ham motiviy holatda turibdi. Mashina qimmat Chexol Evokordan ko'rilib solingan. Magnetofon kolonkalargacha ham bor. Okalar benzin holatda haligacha gaz ham o'rnamagan. Orqa zapaska balon holatlari ham zo'r holatda turibdi. Kuzovlarda ham dashi qirilgan, ishlangan jihatlar ham bor. 51 ming probeg, kraskalar top-toza, 2012-yil qishga zo'r variant, ekonom. Sizlar bu mashinani maza qilib minishinglar uchun $4550 baholanadi. $4550 ga 2012-yil 51 ming km masofani bosib o'tgan kraskalar top-toza Lux kondisionerli variantda MX Matiz